Xalqimizda kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r degan dono maqol bor. Mana yangi kelinlarni uylarini mana shunday kashtalarimiz, gilamlarimiz har doim bezab kelgan azaldan bu bizga momo meros, urf odatlarimiz hisoblanadi. Mana bu gilamimizning nomi bo'g'jama bo'lib, buni iplarini juda ham nafis ingichka qilib yigiramiz. Shuning uchun bunga juda kam ip ketadi. 2 kilogramm ipdan 2 metrga 2 metr kvadrat bo'g'jama chiqadi. Ya'ni sholcha, qoqma qilib buni to'qiymiz. Buni odatda kirchimol bo'lsin deb qora, qizil, to'q ranglardan foydalanamiz. Milliy an'analarimiz, udumlarimizga asosan buni vazifasi shundan iboratki, mana shuning ichida 3 ta ko'rpa o'ralgan turibdi. Atrof muhitdan, changdan, har xil yorug'lik ta'sirlaridan ko'rpalarni himoya qilib, toza, yangi saqlab beradi. Buni ishlatgan odam buni ichidagi ko'rpalarni avlodlariga ham, farzandlariga ham sovg'a qiladi. Endi mana shu sholchamizni ko'rimli, chiroyli turishligi uchun kashtalar, pistonlar, popuklar, mana bunday jiyaklar bilan yasatishgan. Bu o'zgacha bir jilo berib turibdi. Bizning o'zbek milliyligimizni ko'rsatib turibdi. Meni shogirdimni xonadonidamiz, Sulaymonova Sayyorani uyi bu. Mana tushganiga, kelin bo'lib tushganiga 10 yil bo'ldi. Lekin mana ko'rpa yostiqlari toza yangi bo'lib turibdi. Xalqimiz bolajon, mehmondo'st, mehmonlarga atab bir uy bolalarimiz ko'paysin degan ezgu niyatlarda bizda mana shunday 2 taxmon ko'rpa va yostiqlar qilinadi. Mana juda yaxshi saqlagani uchun chamanday bo'lib ochilib, kayfiyatimizni ko'tarib turibdi. Albatta bizning qo'lda gilam to'qish yo'nalishimiz bilan kashtachilik hunari bir-birini to'ldiruvchi hamohang yo'nalishlardan biri. Mana shunday go'zalliklarni yaratgan hunarmandlarimizning qo'llari hech qachon dard ko'rmasin.